ishlanmaganlarga mana hosili ham haligacha shoxida turibdi, mana 2 dona. Ko'ryapsizmi? Mana kivining hosili. Mana bir o'yilib qo'ymagan. Balandroqlarga ham albatta chiqarsa bo'ladi, mana 6 metr masofaga chiqib, o'sha yerda hosil qilyapti mana. Ko'rganlaring kivi. Magazinlardan kivi sotib olamiz, u hech qachon naviga qiziqmaganmiz. Hevert degan sorti mana. Ko'ringlar, mana kichkina bo'lib yaqinroq kadrda ko'rsatsangiz, gullashga keldi. Xudo xolasa buni mevalarini ham qo'yib boramiz. Faqatgina yangiliklarda, agrovodiy, agronihollarda ko'rasizlar. Like bilan podpiskani bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar mana. O'zbekistonda eng yirik kivi plantatsiyasiga keldik. Daraxtni qaranglar, yo'g'onligini o'rtoqlar. Mana. Agrovodiy kuzatuvchilari, bu nima deb o'ylasalaring, biz qo'yganmiz videolarni, kivi daraxtini ko'chatlari bo'ladi. Buni sotuvi boshlangan. Bizi kanal orqali sotib olishlaring mumkin. Eng ishonchli ko'chatlar Agrovodiy kanalida mana hosili bilan O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarni yo'lga qo'ydi.